Assalomu alaykum dehqon akalar, ukalar. Mana bizni mana shu katta yo'ldan oldik. Vasliddin ukamizdan juda bir yaxshi effekt berdi. Mana yonishlarini ko'rsatamiz hozir. Mana juda bir yaxshi yonib, yaxshi isityapti issiqxonalarimizni. Juda bir chiroyli. Qo'llar dard ko'rmasin ukalarimizni. Umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, Alloh taolo kamit bersin ukalarimizga. Mana dehqonchilarimiz 2-fevral kuni ekdik. Mana chopoqdan chiqarib qo'ydik. 6 sotik teplitsamiz bor edi. Mana chiroyli qilib ekib mana chopoqdan chiqarib xudo xolasa iplarga olvoramiz. Mana xudo xolasa bu ukalarimizni topganlariga Alloh taolo baraka bersin. Qo'llar dard ko'rmasin. Bir kunda mana sovuq kunlarda 2 qop ketdi. 120 kilo rasxoti bor ekan. Sovuq kunlarda 120 kilo. Gradusimiz mana bir hozirgi nimada 15-20 gradus issiq hozir 15-18. Chiroyli bo'lib qilib berdi işte mana ukalarimiz. Tanjallari sog' bo'lsin. Katyol zo'r chiqdi, xudo xolasa. Bergan pullarimizga biz rozimiz mana. Doimo sog' bo'lsin ukalarimiz. Salomat bo'linglar.